Yoshgina umrimni boshini yeyishiga sal qoldi-ya, bu pishak. Tepada xomячоgi bor. O'shani ko'tinib poylab yotibdi qaranglar. Tepaga qarashiga nechi? Shkafni eshigini yopib qo'ysam, u tomonidan kirmoqchi. Mazza qilib tush ko'rayotgan vaqtim men bunaqa pishak tushimga kirsa, to'shni uchib tashladi-da manda. Rosa sovqatishadi-da, bular terisi yo'qligi uchun. Tur desam turmaydi. Oxiri ajalni ko'targandan sakrab turib ketdi. Bu ikkinchi krasavitsa. Bunisi haysal odam bashara. Voy, bu nima ekan desam, chirvichoklarni qandaydir marinovka qilib qo'yganmi? Kim yeydi buni bilmayman. Ili xomячок, ili mana shu pishaklarga bersa kerak. Bunday boshi bilan bo'yinchasi ingichka bo'lmasa, buni klient yonida birinchi marta ko'rganimda ham voy chiroyli ekan, ili xunuk ekan deyishga ham uyalib indamay qo'ya qoluvdim. Bo'ldi endi Jingle Bells bayramlar tugadi, archa o'yinchoqlarni asta yig'ishtirib qo'yish kerak. Klientim aytmasa ham yig'ishtirib qo'ydim-da, olib qo'ydim. Setilniklarni tartishim kerak edi desam, voy yaxshi qilsan, rosa erinib o'tirgandim deydi. O'la qoling-da, siz erinmay dedim ichimda. Shunaqa kofe mashinkaga havasim kelyapti. Stolini usti чисто kamindan qilingan. Klientim faqat для стекол средствani sepib atsang bo'ldi, boshqa sredstvalarni ishlatma bu yoqqa buzib qo'yish. Bulardagi xunukgina bo'lgan biror rosa umniy bo'lar ekan. U ham mayli, pulini so'ramanglar, men aytmang. Bularni yashashini ko'rib pishak bo'lgim kelyordi demayman-ku, lekin qaranglar, 5 звездочный mehmonxonaga o'xshaydi, lyuks kачествоda. Bu esa klientimni uyi. Rosa chiroyli, akkuratni, minimalizm, narsasi unaqa ko'p emas. 77-yil bo'lishiga qaramasdan yaqinda yana bitta qizcha tuqqan edi. Voy, buni kiyimchasini qaranglar, kichkinaligini. Hali zo'r videolar oldinda like, подписка.